Respublika miqyosida o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbiri doirasida Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan noqonuniy qurol va xavfli buyumlarni aniqlashga qaratilgan qator tezkor tadbirlar amalga oshirildi. Jumladan, viloyat Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda Denov tuman Ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tadbir davomida 2005-yilda tug'ilgan muqaddam 2 marotaba O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi birinchi qismi hamda 277-moddasi ikkinchi qismi bilan sudlangan shaxsning yashash xonadoni tekshirildi. Tekshiruv natijasida xonadondan 5 dona bita, 2 dona elektroshoker, 2 dona kastet, 8 dona mayda hajmli o'tkir tig'li pichoq, 4 dona qilichsimon tig'li jism, 1 dona protivgaz, pnevmatik pistolet o'qlari saqlangan quti hamda 1 dona gaz ballonchik borligi aniqlandi. Shuningdek, Qumqo'rg'on tumanida o'tkazilgan yana bir tezkor tadbir davomida fuqaroning yashash xonadoni va yordamchi xo'jaliklari tekshirildi. Tekshiruv jarayonida u hech qanday hujjatlarsiz 2 stvolli, 12 kalibrli o'qotar qurol hamda 3 dona pnevmatik qurolni noqonuniy saqlab kelayotgani ma'lum bo'ldi. Sariosiyo tumanida o'tkazilgan tadbir davomida esa fuqaroning xonadoni va yordamchi xo'jaliklari tekshirilganda 1 dona TOS 8 rusumli 5.6 kalibrli ov quroli hamda 147 dona jangovar holatdagi o'q noqonuniy saqlanayotgani aniqlandi. Aniqlangan holatlar yuzasidan barcha ashyoviy dalillar protsessual tartibda rasmiylashtirilib, tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda.